Valilar sardori Hasan Basri hazratlari. Rollarda Murod Ilker, Kamol Gencher, Zafar Otli, Ali Cheylan va boshqalar. Mualliflari Yilmaz Otadeniz, Sodiq Attal. Bastakor Okay Temiz. Bosh prodyuser Rag'ib Karadai. Rejissyor Yilmaz Otadeniz. Aleykümselam ve rahmetullah. Korkma oğlum. Maşallah. Juda yoqimli ohangrabo kuy chalyapsan. Acaba kim vafot etdi ekan? Men Basrada bu qadar gavd-qaloqni ko'rmaganman. Biron sulton vafot etganmi deyman. Yo'q oğlum, u sen aytgan sultonlardan emas. Hayotligida odamlar unga sen sevgi, muhabbat sultonisan, ko'ngillar sultonisan deyishar. Lekin siz aytgan ma'nodagi sultonlik dunyoviy sultonlikdan afzal, ulug'roq emasmi? Botiniy sultonlikning qadr-qimmatini anglab yetganing uchun ham men bu yerga keldim. Qiziq, vafot etgan bu ko'ngillar sultoni kim o'zi? Hasan Basri hazratlari. Hasan Basri hazratlari haqida so'zlab bermasam, savollaring tugamaydiganga o'xshaydi. U juda tirishqoq, ilm o'rganishga tashna odam edi.
Anlatacağım. Hozir senga hammasini bir boshdan hikoya qilib beraman. Bu ulug' zot islom dini rivoji va uning targ'ibi uchun butun umrini fido qildi. U tufayli minglab odamlar yanglish yo'llarda yurganliklarini tushunib yetib haq yo'lga kirdilar. Ulardan biri Hasan Basriyning yon qo'shnisi edi. Bu butun umrini olovga sig'inish bilan o'tkazgan. Hasan Basriy har kuni o'sha otashparast qo'shnisining haqqiga xayrli duo qilardi. Bir kun otashparast qo'shnisi betob bo'lib qolganida uni ziyorat qildi. Kimdir o? Kim o? Hasan Basri. Basriy. Buyur gel. Kelaver. Hasan Basri. Hasan Basriy, kelib yaxshi qilding. Seni tashrifing oxirat qo'rquvimni biroz yengillatganday bo'ldi. Ey Shamun, necha yildan beri yaqin qo'shnimiz. Bo'ynimda seni haqqing bor. Bu gapni senga aytish men uchun farz. Ko'p yillardan beri olovga sig'inib kelding. Kecha va kunduzning yaratguvchisi deya olovga sajda qilding. Shu bois boradigan joying jahannam olovi bo'lgan. Ammo hozirdan Allohga tavba qilib la ilaha illalloh Muhammadun Rasululloh deb uni zikr qilsang, uning bergan ne'matlari uchun shukr qilsang, haqning dargohiga borganingda o'zingga jannatdan makon topgaysan. Barcha so'zlaring go'zal, ammo shu vaqtgacha behuda o'tgan hayotim va qilgan gunohlarimdan keyin ham Alloh afv marhamatiga meni noil qilarmikan? Shumi iymon va e'tiqoddir. Insonning musulmon yoki kofirligi uning oxirgi nafasida ma'lum bo'ladi. Odamlar bor umri bo'yi kofir sifatida yashab, hayotining so'ngida iymon ne'matiga musharraf bo'ladi. Butun umr iymon va e'tiqod bilan yashab, oxir oqibat iymonsiz ketish ham mumkin. Qiyomatda so'nggi nafasdagi hol inobatga olinadi. Olovdan ham ustun va olov mag'lub etolmagan biron quvvat, kuch-qudrat bormi? Ey Shamun, olov dunyo va oxirat maxluqidir. Haqning amri ila olovning tabiati suv, suvning tabiati olov kabi bo'ladi. Haqiqatan kalima-i tavhidni aytish orqali gunohlarim kechirilib, afv etilib jannatga kirishim mumkinmi? Ha, albatta. Ey Hasan, unday bo'lsa, men islomni qabul qildim, ammo bir shartim bor. Qog'oz yozib menga kafolat bersang, iymon keltiraman. Aks holda qo'rqaman. Alloh taolo tavba qilganlarning tavba tasarrularini albatta qabul qilgaydir. Hasan Basriy hazratlari kafolatnomani yozdilar. Biroz muddat o'tgach Shamun vafot etdi va vasiyatiga ko'ra mazkur kafolat qog'ozi bilan birga ko'mildi. Janozadan keyin uyga qaytgan Hasan Basriy qilgan ishidan afsuslanib oh-voh chekdi. Ey ojiz Hasan, sen g'ayb borasida hukm chiqarib, gustohlik qilding. Nimanga ishonib unga kafolatnoma yozib berding? Sen o'zing oxirat azobidan xolismidingki, birovga jannatga kirish uchun kafolat berasan? Savol-javob kunida endi nima deb javob berasan? Ey Parvardigor, marhamatingni darig' tutma. Qo'shnim iymon keltirsin deb shunday qildim. Allohim meni afv et. Merhaba Şeyh Hasan. Ey Şeyh Hasan.
Allah Taolo shunday karami keng marhamatli zot ekanki, mendek osiy bandasini jazolash o'rniga mukofot bilan kutib oldi. Gunohlarimni savoblarga almashtirib, menga jannati a'loni nasib etdi. Bu yerda meni shunday kutib olishdiki, sen yozib bergan qog'ozga zarurat ham qolmadi. Sendan nihoyat minnatdorman. Mana ol yozgan qog'oz. Yazgın aytname. Parvardigor, senga ming bor shukr. Qo'shnim do'zax azobidan qutulib abadiy saodatga erishdi. Hasan Basri'nin babası, Hasan Basri'ning otasi avvallari qul bo'lib, keyinchalik islomga kirgan. Ismi Ja'far. Onasi Xayriya edi. Hasan Basri 642-yil Madinada tug'ildi. Hasan Basri'ning ovozi jozibali va ta'sirchan bo'lib, u Qur'on o'qiganda atrofida o'tirganlar o'zlarini bilmay qolardilar. Nima uchun bilasan? Hasanning onasi payg'ambarimiz ayollari Ummu Salomaning xizmatini qilardi. Shuning uchun o'g'lini ham birga olib kelardi. Ummu Saloma uni mehr bilan bag'riga bosar edilar. Hatto bir kun Gul muborak ayolning sutini emgan. Shu sabab Hasan Basrining ovozi yoqimli edi. Ya Rabbi, bana yardım. Parvardigorim, menga yordam ber, bolam sutga to'ysin. Ya Rabbi. Parvardigorim, senga shukrlar bo'lsin. Efendim. Bekam, sutingiz keldimi? Evet, Hayri. Ha, Xayriya. Benim sutim keldi. Alloh taolo Hasanning rizqi uchun menga yana qaytadan sut ato etdi. Şükürler olsun. Parvardigorimizga shukrlar bo'lsin. Bu Alloh taoloning sizlarga qilgan lutfi ehsonidir. Bu lutfning sababchisi Hasan. Qara, ismi jismiga monand. Hasan Basri bolaligida Ummu Salomaning ta'lim tarbiyasi bilan voyaga yetdi. Onun terbiyesiyle yetişmiştir. Payg'ambarning muborak xonadonidan o'z nasibasini go'dakligidayoq olgan Hasan hayotida bu hikmat bilan ibodatda va ma'rifatda eng yuqori martabaga erishdi. Onajon, meni duo qiling, namozga borib kelay. Nimaiki bo'lsa Allohdan, barchamiz uning omonatimiz. Bora qol bolam. Yarim kechada namoz o'qiganlarning botillari nima uchun go'zal bo'ladi, otajon? Chunki ular Alloh bilan yakka yolg'iz qoladilar. Alloh ularga o'z nuridan ihson qiladi.
Hasan bolalik chog'idayoq yarim kechada tahajjud namozlarini o'qiy boshladi. Hasan Basriy xilofai Roshidindan 3-xalifa Hazrati Usmon imomligida u bilan bir masjidda namoz o'qirdi. Hazrati Imom va uning atrofidagi sahobalarning suhbatlarini tinglardi. Hasan Basriyning kelajakda buyuk olim bo'lishiga ham ushbu suhbatlar asos solgan. Sohbetler teşkil edecektir. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Geçen senelerde Yıllar o'tdi. Hasan Hasan Basriy o'sib, ulg'ayib, navqiron yoshga yetdi. Kunlardan bir kun masjiddan chiqayotib bitta safda namoz o'qigan bir sahobaga ro'baro keldi. Hazrat, siz hozir masjidda duo qilib o'tirgan edingiz. Bir onda tashqariga qanday chiqib qoldingiz? Sen de dua ediyorsun. Sen ham duo qilib o'tirgan eding, o'zingni yo'qotding, duo masofalarni oradan ko'taradi. Belli ki Demak, sen nimanidir izlayapsan. de bakalım. Qani, nima qidiryapsan, aytchi. Niyatim gunohlardan poklanish, haqiqatni izlamoqdaman. Payg'ambarimizning sunnatlariga to'la-to'kis amal qilmoqchiman. Uymak istiyorum. Allahu Bizning xohish istaklarimiz Alloh taolodandir. Biz nimani xohlasak, Alloh taolo shuni xohlayotgan bo'ladi. Alloh taoloning qudrati cheksiz. Bizga xohish tuyg'usini va boshqa barcha narsani beruvchi yagona Alloh taolodir. Allohning marhamati senga yor bo'lsin. Har narsani xohlash tuyg'usini beruvchi Alloh taolodir. Allahu Teala'dır. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أفليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره Hasan Basriy tilovat qilganida uning ovozi nihoyatda go'zal va ta'sirchan edi. Odamlar uni qalbi bilan tinglardilar. كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Duolaring qabul bo'ldi. Abdurahmon ibn Samur hazratlaridan senga maktub keldi. Bu hazrat meni Basraga ilm majlisiga chaqirayotgan bo'lsalar, ha, ibn Samur hazratlari menga dars berishni ma'qul ko'ribdilar. Meni Basraga taklif qilmoqdalar.
Ya Rabbi. Parvardigorim, nihoyat Basradagi ulamolarimizning darslari va suhbatlaridan bahra oladigan bo'ldim. Kamchiliklarimni ham bartaraf etaman. Aleyküm Cafer. Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz. Ta'sir xush kelibsiz. Cafer. Ja'far, bizni quduq ko'milib qoldi. Uni ochish uchun o'g'ling Hasan menga yordam berarmikan? Tabii. Albatta, otajon. Buyurun gidelim. Qani ketdik. Oğlumuza yo'l ko'rindi. Alloh bergan rizqlardan solib, yo'l taraddudini ham ko'rib qo'ydi. Varsın gitsin, yolu açık olsun. Ketaversin, safari bexatar bo'lsin. Alloh taolo o'g'limizni ilmu ma'rifatli, gunoh qilmaydigan zotlardan aylasin. Çok yoruldum. Seni ham urintirib qo'ydim, bolam. Kuyun açıldı. Mana qudug'ingiz ham ochildi. Suvi barakatli bo'lgan. Nerede oğlum? Qani edi, zotan suvi oz. Severek. Bu quduqni mehr va ixlos bilan ochdik. Alloh taolo suviga tiniqlik va jo'shqinlik bergaydir inshaalloh. Alloh taolo sendan rozi bo'lsin Hasan, rahmat senga. Oğlum. Babacığım. Otajon, mendan rozi Helal bo'ling. olsun oğlum. Rozimiz bolam. Bu suv mishi. bu xaltada esa oziq-ovqating. Allohga topshirdik seni bolam. Alloh taolo bizga bergan xurmo, non, pishloq va yana boshqa nimamiz bo'lsa senga berdik. Safaring bexatar bo'lsin. Katım açlık. Hachirim ochlik, shorim qo'rquv, ulovim ikki oyog'im, libosim jun, chirog'im oy, yemagim va mevam yerdan unib chiqqan ne'matlardir. Xaltamda hech vaqo bo'lmasa ham kecha kunduzimni o'tkazaveraman. Yer yuzida mendan badavlat kishi yo'q. Ana shunday deb bizga Hazrati Iso o'rnak bo'lganlar. Hasan Basri umrida birinchi marta chiqqan bu uzoq safarida kimga uchragan bo'lsa, onasi xaltasiga joylagan xurmo, pishloq va nonni ular bilan baham ko'rdi. Uning taomini yeganlar boshqacha maza his qildilar. Birgalashib to'yib yedilar, ammo xaltadagi bu yemishlar hech tugamadi. Yo'lini to'sgan yo'l to'sar qaroqchilar uni mazax qilib meshidagi suvni to'kib tashlashdi. Suv tugadi deyishdi. Lekin bu suv tugamaydi, dedi Hasan Basri. Ajablanib meshni qaraganlarida haqiqatan meshda suv borligini ko'rib hayratdan yoqa ushladilar. Hasan Basri yo'lda davom etardi. Va Allohning izniyle Basraga yetib keldi.
Buyur abi bak. Çok güzel. Bak. Hep gelelim dön halılar. Hep gelelim dön halılar. Kızlarıma bak. Gelin. Hep gelelim burada. Evet. Aslanlar buraya. Hep gelelim. Hep gelelim burada. Hep burada. Hep gelelim. Başlara bakın. Hep gelelim. Kızlara gel. Kızlarıma. Kızlarıma. Ayrılırsa yeni bahçeden koparılsın. Hep bahçenin eli toplayıp getirin. Taze taze. Kızlarıma gel. Kızlara. Gel. Gel baksana. Buraya gel. 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 Hep gelelim burada. Gel. Gel. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. El-Fatiha. Amin ya Rabbi. Allah. Selamünaleyküm efendim. Assalomu alaykum hazrat. Aleyküm. Va alaykum assalom ki bolam. Adım Hasan. Ismim Hasan hazrat. Sizga Madinadan xat yozib darsingizga qatnashish uchun ruxsat so'ragan men edim. bendim. Albatta darsga qatnashishim mumkin bolam. Tolibi ilm bo'lmoqchi bo'lganlar faqatgina shuni xohlasalar bas. Boshqani aytishi meni qanday qilib topding? Juda oson topdim hazrat. O'zimni Allohga omonat topshirdim va ilk safarim bo'lishiga qaramay qalbimdagi ishonch menga dalda berdi. Mana nihoyat sizni ko'rish baxtiga musharraf bo'ldim. Madinadagi olimlarimizdan ilm oldingmi? Xudoga shukrlar bo'lsinki, Madinada ba'zi olimlar bilan birga sahoba-i ikromni ham ko'rish baxtiga muyassar bo'ldim. Juda yaxshi bo'lam. Bu yerda bizni darslarimizdan tashqari boshqa olimlarning suhbat va darslariga ham qatnashishim mumkin. İnşallah hazret. Hasan Basri hazratlari, Abdurrahmon ibn Samuradan tashqari Abdulloh ibn Abbos kabi olimlarning ilm majlislarida, suhbatlarida qatnashdi. Hadis, tafsir, fiqh ilmlarida yetuk olim bo'lib yetishdi. Betinim mehnatlari evaziga yuksak ma'naviy kamolatga erishdi. Medine'de
Madinada ashabi ikromning ulug'larini ko'rib, ular bilan suhbatlashuvi, 70 nafari Badr jangida qatnashgan 130 sahobai ikromdan ilmu fayz olib, hadisi sharif eshitishi uni qisqa vaqtda yuksak martabaga erishtirdi. Xuroson diyorining yaqinidagi Sijistonda musulmonlar uni fath etgan 25 yil o'tganiga qaramay, isyonlar hanuz davom etmoqda edi. Abdurahmon ibn Samura ana shu isyonlarni bartaraf etib, yangitdan islom hokimiyatini tiklash uchun Sijistonga valiy etib saylandi. Muridlari u bilan birga jo'nash uchun tayyorgarlik ko'ra boshladilar. Savaşı hiç kimse istemez. Hech kim urushni, notinchlikni sevmaydi. Ammo inson chorasizlikdan jang qilishga majbur bo'ladi. Yanında yer alıp inşallah Men ustozimiz Abdurahmon ibn Samura hazratlari bilan birga Sijistonga ketmoqchiman. Bizlar ilm toliblari sifatida xalq bilan birgamiz. Muammoni qon to'kish orqali hal etib bo'lmaydi. Ammo shunga qaramay, sizlarni yolg'iz tashlab keta olmayman. Bomdod namozidan keyin Madinaga jo'namoqchiman. Ota-onamni ziyorat qilib Sijistonga yo'l olaman. Nasib etsa ko'risharmiz. Inshaalloh birodarim. Men ham Abdurahmon ibn Samur hazratlari bilan yo'lga otlanaman. Allohning karami keng. Anneciğim. Hoş geldin Xush oğlum. kelibsan, o'g'lim. Darslaring tugadimi? Darslar tugamaydi, ota. Tanaffus beriladi xolos. Öğrenmenin yaşı yok. Ilm olish uchun kishining yoshi muhim emas. Qisqagina tanaffus olib, sizlarni ko'rgani keldim. Xudo xohlasa darhol qaytaman. Gel. Kel, Buyur. ichkariga kir. Hasan Basri hazratlari Basrada kimlardan dars olganini, nima ishlar qilganini, kimlarning suhbat va ilm majlislariga borib, ilmu fayz olganini hayajon bilan ota-onasiga hikoya qilib berdi. Aslida ularni ziyorat qilishdan maqsadi Sijistondagi iymonsizlarning haq dinga qaytarilishi uchun xalifa ruxsat bergan jangga fotih qo'shinlari bilan birga ishtirok etmoqchi ekanini aytib, ularning roziligini olish edi. Mendan rozi bo'linglar.
yoluna Safaring bexatar bo'lsin, Parvardigor panohida asrasin. Sensin. Hasan, Sensin sen Hasan. misan? Benim Ha, menman Ziyod. Sen haklıydın. Sen haq ekansan. Savaş Urush bilan doğru bir yol. hech narsani hal qilib bo'lmas ekan. Her şey Qani endi barcha kelishmovchiliklar tinch yo'l bilan sulh muzokara orqali hal bo'lsa. kurtulacaksın. Xudo xohlasa sog'ayib ketasan. Kurtulacaksın inşallah. Hasan-ı Basri Keyinchalik Hasan Basri savdogarlik qila çok boshladi. zenginleşti. Juda boy va davlat bo'lib ketdi. Tijorat uchun Rum diyoriga borganida hukmdor o'lgan o'g'li uchun uyushtirgan dabdabali marosimga duch O keldi. genç son derece Vafot etgan shahzoda nihoyatda ko'rkam, o'ktam va quvvatli. Barcha ilmu fanlardan xabardor, kurashda tengi yo'q edi. Oddiy bir ofat sababli dunyodan ko'z yumgan. Berilgan dori-darmonlar, o'qilgan barcha duolardan shifo topmadi. Xalq butun sarvatini, ilmu hunarini ishga solibdi, foydasi bo'lmadi. Dunyo paydo bo'libdiki, boydir, kambag'aldir, o'lim oldida ojiz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hukmdor va xalqning urinishlariga qaramay, qo'llaridan hech narsa kelmadi. Shunda ular ojizliklarini tushunib yetdilar. Bu voqea Hasan Basriga qattiq ta'sir qildi. Zotan mol dunyo va go'zalliklar o'tkinchiligini bilgan Hasan Basri hazratlari bu haqiqatni tushunib yetdi va qo'lidagi mol va davlatni tashlab oxirat yo'liga tushdi. Basraga borib, mol mulkini faqir va muhtojlarga ve evindeki tarqatdi. malların hepsini fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Güvenli karakteri, Rostgo'y tabiati, derin teran bilimi, güzel, chiroyli va jozibador ovozi bilan qilgan va'z va nasihatlari kısa tufayli zamanda qisqa vaqtda atrofidagilarning mehr muhabbatiga sazovor bo'ldi. bu arada Shu orada kitap yazmaya asar ham yoza boshladi.
Aylar ve Oylar, mevsimler fasllar yelday o'tardi. gün geçtikçe Kun sayin uning talebeleri talabalari çoğaldı. soni ko'payib boraverardi. Bir İslamiyat olarak olimi sifatida ünü uning nomi Basra'nın Basradan çok tashqariga dışına ham taştı. tarqala boshladi. Durmak, U dam olish nimaligini bilmasdi. birçok Ko'plab kitaplar, asarlar yozdi. Payg'ambarimizning kuyovlari, 4-xalifa Hazreti Ali Efendimiz Hazrati Ali radıyallahu anh, Hasan Halifeliği Basri'ning zamanında nomini Hasan-ı eshitib, Basri'nin oddiy namını kishi duyar, qiyofasida Basraga Basra'ya kelib, kişi uning gelerek va'z va onu nasihatlarini dinler. tinglaydi O kadar va juda ham mamnunligidan unga ona qo'l el beribgina vermekle qolmay, kalmaz, islom Müslümanlık tarixida ilk tarihindeki marta ilk Hasan yazılı Basriga icazet verir. yozma O ijozat ham beradi. tarihten sonra Ana shundan keyin yazılı yozma icazet ijozat vermek berish adet. odatga aylandi. Ey kardeşlerim. Birodarlarim, haromlarning jozibadorligiga, yuzaki go'zalligiga zinhor aldanib qolmanglar. Lazzatlarga berilmang. Xatti-harakatlaringiz, yashash tarzingiz Alloh taoloning amru taqiqlariga muvofiq bo'lishiga diqqat bilan e'tibor bering. Allohning buyruq va taqiqlariga rioya qilgan holda hayot kechiringizlar. Albatta, bu dunyo o'tkinchi dunyodir. Abadiy dargoh emas. Dünyaya dalmamaktır. Insonning eng ulug' boyligi mol dunyoga berilmasligidir. Mol dunyoni afzal bilgan kishi zalolatga, uni to'plagan kimsa esa qashshoqlikka giriftor bo'lgaydir. Mol dunyo yasangan kelinchakka o'xshaydi. Yaşayan ölenlerden Ko'zlar unga termulgan, qalblar unga mushtoq, nafslar unga oshiq. bu hususta dalgındır. U barcha oshiqlarni halok qiladi. Ondan Tiriklar o'lganlardan, keyingilar oldingilardan ibrat olmayaptilar. dönüşünü unutur. Bilimdorlar hatto bu borada xavf ostidalar. Dünya hazineleri Mol dunyoga berilgan kimsa unga erishadi, ammo haddan oshgan kimsa aldanadi, oxiratini unutadi. Aldatmak için de Rasulullohga Allah-u dunyo Teala'nın xazinalari taklif etilganida ul zot qabul ruh qilmadilar. bütün ilimleri elde etse, Mol dunyo kuru ağaç solihlar va doğuruncaya obidlar kadar ustidan ibadette olib bulunsa, tashlandi. fakat Fitna imtihon uchun giren Allohning şeyin dushmanlariga haram berildi. olup olmadığına Banda dikkat barcha etmese, ilmlarni egallasa, Allahu ertaga kech Teala ibodat qilsa-yu, onun güçlü ammo ibadetini qorniga kirib kabul chiqayotgan etmez. luqmaning harom halolligiga Hiçbir e'tibor unutmak bermasa, zikmine yakışmaz. Alloh taolo uning biron ibodatini qabul Dünyanın etmaydi. fani olduğunu, Quyidagi uch nimetlerinin xususni mo'min kishi geçici unutmasligi olduğunu kerak. ve Dunyoning ölümün foniyligini, mutlaka ne'matlarning o'tkinchi ekanini, o'lim haq ekanligini. Darhol Hasan Basriga xabar berish kerak. Eshitsalar juda xafa bo'ladilar-da. ey Müslümanlar! Kabir, Ey musulmonlar, dünya konaklarının qabr dunyo sonu, manzilining ahiret oxiri, menzilinin oxirat bitimi. manzilining boshidir. Mademki hepimiz Modomiki barchamiz ölüp o'lim kabre qabrga gireceğiz, kirar ekanmiz, o halde nasıl qanday olur qilib da kayfu safoga zevk berilib ve rohat sefaya farog'atda dalıp yuribmiz. gezeriz? İşte Ko'z bu yoshlarimning sababi ham shu.
Ben Basraga ketaman. Mendan rozi bo'ling, ota. Roziman. Safaring bexatar bo'lsin. Sizni Allohga omonat topshirdim, ota. Seni ham Allohga omonat topshirdim, o'g'lim. Gel kumaşlara gel. Kumaşlara, halılara gel halı. En güzel halılar burada, en güzel. Selamünaleyküm. Gelin. İpek bunlar, ipek. Has ipek, has. Gel buraya, gel. Has ipek bunlar. Yemekler yetersiz. Evet. Oziq ovqatimiz yetmayapti. To'yib ovqat yolmasak, Vali ibn Ziyodga dardimizni aytishimiz kerak. Ha, shunday qilishimiz kerak. Qani ketdik bo'lmasa. Gel, ipekleri gel. Kumaşlara gel, has ipek, gel. Kumaşlara gel. Has ipek bunlar, has. Halılar var. Halılara gidin, halılara gidin. Has ipek bunlar. Derhal halledin. Kambag'allarga mo'ljallangan oshxonalarimizni kengaytiramiz. Shunda shahrimizda och nahor kishi qolmaydi. Vazifemi hatırlattınız. Vazifamni eslatganingiz uchun Alloh sizdan rozi bo'lsin. Kaleme almış olduğum Yozgan risolangizni o'qib chiqdim. Iymon fazilati haqida bugungacha ko'p narsa o'qidim, hatto yozdim ham, ammo birortasi sizni risolangiz kabi qoniqtirmagan edi. Agar izn bersangiz, bu bebaho asarni barchaga o'qitsak, tushuntirsak, yozganlarim haqidagi samimiy fikrlaringiz meni behad quvontirdi. Hasan birodarim, asaringizni kitob qilib ko'paytirib, bir nusxasini kutubxonaga qo'ysak, juda ham soz bo'lardi. Ibn Ziyod birodarim, bu ezgu niyatlaringizga niyatdoshman. Shuni lozim ko'ribsiz, rahmat. Tashakkurimni qabul qiling. Kumaşlar, taze sebzeler. Taze sebzeler vardır. Taze sebzeler, buyurun. Taze sebzeler getirdik. Buyurun. Sebzeler var. Taze sebzeler var. Allah sizden razı olsun. Ziyad. Allah razı olsun. Ziyad olsun. Allah razı olsun. Selam. Şu karşı Ro'paradagi uyni egasi meni sizga gijgijlab g'iybat qildi. Sen u zotning uyiga nima uchun bording? O'zi meni mehmonga chaqirdi. Senga nimalar ikrom qildi? Turli taomlar bilan sharbat tortiq qildi. Shuncha yemaklarni ichingda saqlading-ku, bir juft so'zni yashira olmay menga keltirdingmi? Bu xurmoni o'sha uyda yashovchi zotga ber va unga mening ushbu so'zlarimni yetkaz. Eshitishimcha, savob amallaringizni mening amal daftarimga o'tkazibsiz. Bunga minnatdorchilik tariqasida sizga ushbu xurmoni ikrom qilyapman. Aybga buyurmaysiz, bizning hadyamiz siznikichalik ko'p bo'lmasa ham. Hazrat, qizimga ko'p sovchilar kelmoqda. Qaysi biriga berishni bilolmay gangib turibman. Allohdan qo'rqadiganiga ber. Sevib yashasa yaxshi. Sevmasa Allohdan qo'rqqani uchun unga zulm qilmaydi. Hazrat, menga nasihat qilsangiz. Alloh taoloning buyrug'ini ustun tut. Shunda Alloh taolo seni izzatli qilgan. Menga ham pand nasihat qilsangiz, bundan keyin ahvolim nima kechadi? Katta iztirob va mashaqqatlarga yo'liqqaysan. Yo najot topgaysan, yo halok bo'lgaysan.
Shuni yaxshi bilginki, hisob kitob qilinmasidan burun nafsini hisob qilib yurgan kishi yutadi. Nafsidan g'aflatda qolgan zararga uchraydi. Oqibatini o'ylagan najot topadi. Nafsi havasning ketidan chopgan kimsa adashadi. Yumshoq va muloyim bo'lgan zot yutadi. Allohdan qo'rqqan zot omonlik, osoyishtalik topadi. Omonlik topgan zot har narsaga ibrat nazari bilan qaraydi va basirat egasi bo'ladi. Basirat sohibi bo'lib qaragan zot anglab yetadi. Bugungi darsga tayyormisizlar? Sen ey farzand. Aytchi, bugungi muzokaraning mavzusi nima? Bugun oxirgi yozgan Hasan Basri ilmi holi risolangiz borasida muzokara o'tkazamiz, ustoz. Sen aytchi, din nima o'zi? Din insonlarni abadiy saodatga yetish uchun Alloh taolo tomonidan ko'rsatilgan yo'ldir. Iymonning shartlari nechta ekan, sen aytchi, qani ey farzand? 6 Iymonning 6 shartlari. Birinchisi Allohga iymon, ikkinchisi farishtalarga iymon, uchinchisi kitoblarga iymon, to'rtinchisi payg'ambarlarga iymon, beshinchisi oxirat kuniga iymon, oltinchisi taqdirga iymon. Tahoratning farzlarini sen ayta olasanmi? Tahoratning farzlari 4 ta: yuzni yuvish, qo'llarni tirsaklari bilan yuvish, boshning 4dan biriga masx tortish, oyoqlarni to'piqlari bilan yuvish. Juda soz. Darsimizning tarzini biroz o'zgartirsak. Endi sizlar o'zlaringizga tushunarli bo'lmagan savollarni bering. Qo'limdan kelgancha javob berishga harakat qilaman. Hazrat, islom harom qilgan taqiqlarni yana bir bor eslatsangiz. Buzuq e'tiqod, zaif iymon, to'g'rilikni tark etish, gunoh ishlarni davom ettirish, dangasalik, zulm qilish, ota-onasiga osiy bo'lish, haddan ziyod qasamxo'rlik, insonlarga aziyat yetkazish, soxta avliyolikni da'vo qilish, insonlarga eziyat etish, gunoh nimaligini unutish, mag'rurlanish, xudbinlik, kendini beğenmek, g'iybat, zararlı dedikodu hasad, yapmak, haset etmek, bir kishini bilmay turib yomonlash, yolg'on, isrof qilish. ve israf etmektir. Teyemmümün Ustoz, tayammumning farzlarini izohlab bersangiz. Avvalo niyat qilmoq, qo'llarni toza tuproqqa urib, yuziga masx tortmoq, yana bir urib, ikki qo'liga masx tortmoq. Ustoz, namozni farzlari nimalar? Farzlarning 7tasi namozning tashqarisida bo'lib, bularga namozning shartlari deyiladi. 5tasi namozning ichida bo'lib, bularga namozning rukunlari deyiladi. avret yerini örtmek, 7tasi kıbleye dönmek, hadasdan poklanish, najosatdan poklanish, avratni yopish, qiblaga yo'nalmoq, vaqtida o'qish, niyat qilmoq, namozni boshlayotib Allohu akbar deyish. 5tasi qiyom, qiroat, ruku, sujud, so'nggi tahiyotda tashahhud miqdorichalik o'tirish. Shu bilan suhbatimiz tugadi. Hasan Basri hazratlarining kechagi suhbatda aytgan so'zlari meni o'yga toldirib qo'ydi. Hasan Basri hazratlarining so'zlari doimo fikrlashga chorlaydigan va islom go'zalligining chuqur ma'nolaridan iborat hikmatli durdonalar. Ammo qay bir so'zi seni bunchalik o'ylantirib qo'ydi? Qatorda birodarim, qilgan tavbalarimiz ham tavbaga muhtojdir degan so'zlari meni chuqur o'ylantirib qo'ydi. Lekin bu mavzuni Hasan Basri hazratlari yetarli darajada izohladilar-ku. Tavbaning shartlariga muvofiq ham til bilan, ham holi bilan, ya'ni gunoh, harom ishlarni tark etish orqali va haq egalaridan rozilik olish orqali tavba qilish shart dedilar.
Endi tushundim. Shartlarga muvofiq bo'lmagan tavbaning haqiqiy ma'nodagi tavba bo'lmasligi uchun ham ustoz bizning tavbamiz ham tavbaga muhtojdir degan ekanlar. Nima bo'ldi? Darhol uylarga olib borish kerak. Otasini ahvolini Hasan Basriga bildirish kerak. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Efendim, Hazrat, sizdeki nima uchun ne g'amginsiz? var acaba? Birdan Madinadagi otam yodimga tushdi. Medine. Madinaga borib ularni ziyorat qilib kelish kerak. Ruxsat bersangiz biz ham siz bilan birga ketsak. Yo'q. Yaxshi bo'lardi. Kel, suyukli o'g'lim, sen bilan faxrlanaman. Dünya alem seninle. Jumlai olam sen bilan iftixor etmoqda. Har tarafda talabalaringni ko'raman, eshitaman. Bu beni çok Sendan juda mamnunman. Ya Parvardigorim, oğlumun o'g'limni ilmini, ma'rifatini ziyoda qil. O'g'lim, sendan yagona istagim ilm chirog'ing bilan insonlar ongini oydinlatishda davom etaver. Ben Cafer. Ilohim, men Ja'far quling guvohlik beramanki, Alloh taolodan boshqa iloh yo'q. Muhammad alayhissalom uning bandasi va elchisidir. Onun kulu ve Resulüdür. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Bir kimse ölüm anında Har bir inson o'lim oldidan chin ko'nglidan kalima-i shahodatni aytib vafot etsa, cennete jannatga borgay.